Aytsam ishonmaysiz Asomxon. Nima ishonishim kerak? Sovuq ob-havo oqimi kelyapti. Shuning uchun bizni sarimsoq ekinlarimizni himoya qilishimiz kerak sovuqlardan. Nima bilan? Xo'p, biz hozir preparatlarni tanladik. Lova Gold preparatini sepmoqchimiz, shu bilan birgalikda Bioduxni sepmoqchimiz va shu bilan birgalikda MC Green preparatini sepmoqchimiz. Xo'p, bular ekinlarimizni, sarimsoq ekinlarimizni sovuqlardan himoya qilib beradi. Shuning uchun ham biz eng avvalo kompleksni mikroelementlarga boy ozuqa tanladik. Bu Bino kompaniyasiniki. Shu bilan birgalikda Bioduxni tanladik. Bu ko'pchiligiga ma'lum raketa, samolyot dori deb aytishadi. Buning ichida arxidonoviy kislotasi bor. Bu o'simliklarni har xil stresslardan himoya qiladi. Shu bilan birgalikda Lova Goldda ichida 12 xil tarkibda kislotali va mikroelementli ozuqalari bor. Bularni birma-bir sanab aytib o'tib ketaman. Xo'p, guminoviy kislotasi bor, gummat kislotasi bor. Shu bilan birgalikda foliy kislotasi bor, aspartik kislota bor, alanin kislotasi bor. Shu bilan birgalikda kremniy kislotasi bor va shu bilan birgalikda dengiz o'tlaridan, dengiz mahsulotlaridan tayyorlangan o'simlik uchun foydali bo'lgan ozuqalari bor. Mana shu preparatlar bilan, mana shu stimulyatorlar bilan sarimsoq ekinlarimizni himoya qilishimiz kerak. Xo'p, bizlarni kuzatib boruvchi sarimsoq ishqibozlari, shu bilan birgalikda piyoz ekadigan dehqonlarimiz uchun ham mana shunaqa sovuq ob-havolarda o'simliklarni himoya qilish uchun tayyorgarlik ko'rishlarini, shu bilan birgalikda bizni aytib o'tgan stimulyator dorilarni sepishlarini tavsiya qilamiz o'rtoqlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa sizlarga yetkazib beramiz.